27-30 iyul kunlari Xitoyning Guanzhou shahrida xalqaro siydik tosh kasalligi bo'yicha konferensiya bo'lib o'tdi. Bu konferensiyada Toshkent Medical Park urologlari ham qatnashdik, shu jumladan men ham borib qatnashdim. Konferensiyada siydik tosh kasalligini zamonaviy davolash usullari hamda bu kasallikni operativ davolash usullarining asoratlari, ya'ni ko'pincha lazer yordamida operatsiyasi natijasida asoratlar kelib chiqadi. Ko'proq bu siydik yo'llarini torayishi, o'shalarni korreksiya qilish operatsiyalari mavzusida hamda koralsimon toshlar, murakkab toshlarni olish bo'yicha zamonaviy tavsiyalar berildi. Siydik tosh kasalligining zamonaviy davolash usullaridan biri bu flexible ureteroskop yordamida buyrak va siydik nay toshlarini olish operatsiyasi hisoblanadi. Bu seminarda ko'pgina shunga xos amaliy operatsiyalar namoyish qilindi. Bizni klinikada ham bunday instrument bor va amaliyotda bu usulni biz qo'llashga harakat qilamiz. Agar sizda siydik tosh kasalligi aniqlangan bo'lsa, bemalol bizni klinikangizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga albatta yordam beramiz.